Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana sizlar so'ragan VSL 2 qalamchalari mana shu holatda. Kalus ottirdik. Mana buna qilib stressga o'ralgan. Pachkalab. Bu tomoni deraza tomonga qilib, sovuq tomonga qilib qo'yasizlar. Bu tomonni shu uy tomonga qilib qo'yasizlar. Uyning ichida turadi, xona haroratida. Tikka turmaydi bu. Yonbosh holatda turadi. Tikka qilib qo'ymaysizlar. Yonbosh holatda qo'ysanglar yaxshi tomir chiqaradigan. Mana hozir buni sekin endi ekyapmizmi? Shuna qilib suqib chiqyapmiz. Yerni bir qator chopib oldik ketmon bilan. Sekin mana suqib erta-pertaga bir yerda namiki amroq suv ochamiz shekilli. Mana sizlar so'ragan VSL. Shuna qilib kaluslangan mana. Mana shu holatda mana hammasida bor, xudo xolasa. Mana yangi pachkani ham ko'rsatay. Mana shu holatda. Xudo xolasa bunga istiqbolli navlardan payvandlaymiz. Mana chiqmaganlari ham bor, mana bir ikkita. Chiqqanlari ham bor. Bugun mart oyining oxirida turibmiz, xudo xolasa. Mana endi ekyapmiz. Kunlari siyapti, xudo xolasa. Ekib tashlaymiz bugun ekib yuborsak. Ko'p odam so'rayapti, sotasizmi deb. O'zi ko'p emas o'rtoqlar, mana qaranglar. Mana shu bor VSLlar. Mana shu holatda mana. Ko'p emas o'rtoqlar, sotgani yo'q. Xudo xolasa ko'paysa albatta sotamiz. Mana shu holatda mahincha bor mana xolos. Ko'rib turganinglar. Mana o'rtoqlar. VSL 2 qalamchasidan ko'paytirish. Mana tepasi mana uje mana shu holatda bo'lib o'sishni boshlagan. Shu holatda mana. Juda ajoyib. Rezultatni ko'rsangiz mana bundan salafandi ichida ham mana oqarib bortiga. Karnivinda 5 sutkami 6 sutka turgan. Keyin tagidan jichichi kesib tashalgan yana. 7 sutkacha turdi shekilli. Yomg'irlarda ham qolib ketdi bu bechoralar. 6-7 sutka turgandan keyin qarasam tagi qorayib ketibdi. Keyin kesib yubordim 1 santimetrdan kesib yuborib turib stressga o'rab iliq xonaga olib kirdik o'zimiz yashaydigan xonaga. Shu holga keldi mana. Bugun ekyapmiz. Havo sal sovuqroq xona edi. Endi ko'ramiz xudo xolasa rezultatini. Savol va takliflar bo'lsa kommentga yozaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar o'rtoqlar. Like bosishni unutmanglar o'rtoqlar. Foydasi tegsa xursandmiz.